Xullas qarindoshlar, xolamni qo'li gulday qizlarini ko'rsatishi bo'yicha muzlatgichda bor narsani hammasini to'g'rab duxovkaga sovorib, ana undan keyin xuddi ko'rsatganlaridek qilib xamirni sutga botirib, sedanaga bulab, undan keyin o'rtasidan kesib, yog'da yaxshilab pishirib olganimizdan keyin aynan shu nonimizni o'rtasini kesib, boya duxovkaga sovorgan narsalarimizdan ketma-ket soladigan bo'lsa, shunaqa bay non kabob bo'lar ekan, buni qaranglar. Buni ko'rdim-u ishtaham ochildi qarindoshlar va sirazi O'xsharmikan a? deb turib, aynan mana shu retseptga kerak bo'ladigan narsalarni to'g'rashni boshladim. Xalaligimdagi bor ko'katlarni, sabzavotlarni hammasini duxovkaning listiga terdim, go'shtni ham terdim. Rosa chiroyli svetofor bo'ldi o'zi ham, buni qaranglar. Buni ustidan yanada mazasiga maza qo'shish uchunmi yoki quruq bo'lib qolmasinmi deb tomatni so'kam qo'ydim. Ana endi eng qiyin ish qarindoshlar. Xolamni qizlarini qarg'ab xamirni yoydim. Uni bir roz sutga botirib olib, ana undan keyin sedanaga ayamasdan botirib va uni o'rtasidan kesib olib, yog'da jag'juq qilib bir roz pishirib oldim. Shu desanglar, rosa tez pishar ekan. Bay hozirdan ishtaham ochilib ketyapti, buni qaranglar. Bu yerda esa duxovkada boya jo'natib yuborgan sabzavotlarimiz va go'shtlarimiz tayyor bo'lib pishdi. Endi esa eng asosiy daqiqalar qarindoshlar. Pishirgan nonimizni o'rtasini ochib olib, ichiga duxovkada pishgan hamma narsani ketma-ketlikda solib chiqdim. Endi ko'z oldingizda degustatsiyani boshlasam ham bo'ladi. Bay. Shunaqangi mazali narsa bo'pti qarindoshlar. Qarindoshlar, bu videoni soat nechida ko'rdingiz? Kommentariyada yozib keting-a. Xullas, xolamni qizlari aldamabdi. Rosa mazali narsa bo'lar ekan.